Sizni marshrutlaringiz shunaqa tig'iz, ketingizdan ulgurganmiz. Thanking the government of Uzbekistan for its generous invitation to host the 43rd session of the General Conference in Samarkand, Uzbekistan. It is so decided. Generalniy konferensiya Samarqandda o'tadi. Bu birinchi marta 40 yilda boshqa mamlakatda olib boriladi. Нам зеленый свет. Все, на сегодня на завтра. Very good, thank you. Самарканд первый раз. Самарканд первый раз. Это только начало. Хорошо пройдет. Chiroyli disputa bo'lgani. Такие проекты, которые отзываются у меня в сердце. В конце говорит, да. Так, хорошо. Неутомимый Said. Работаем. Kun bo'yi Said bilan birga ishladik. 3 ta Said. Bizni ikkita Saidlarning o'rtasida turib, niyat. Ishda bo'lganda ham atrofdagi niyat qilsa bo'ladi. Qilaveringlar. Mana quvoli. Ertaga Samarqandga uchib boraman. Men Samarqanddan Nukusga 24 soat ishlaydigan otamni ko'rib qanaqa qilibman charchayman. We're doing an amazing job. Welcome to Uzbekistan. Thank you very much for your huge support. Assalomu alaykum. Здесь. Спасибо, Rahmat. Qoraqalpog'istonga o'zi qanaqadir alohida mehr bilan keladi har doim. Endi Qoraqalpog'iston prezident menga aytganlar, qizim qaragin shu joyga, senga bu mas'uliyat. ishlaringiz Xudoyimdagi barakali bo'lsin. Rahmat. Sharoit qilib qo'ydi. Yoqyaptimi? Yoqyapti. Ko'nglim to'ldi, Xudoga shukr. Oppoqqina, chiroyli, qarang, odamlar ham xursand. Sizga yozdilarmi? Qizlar maqtanib olmaydi. Rahmat sizga. Qilamiz hali. Rahmat. Juda ham 100 ta niyat qilganmiz o'zi. Sizga boylar ko'paysin. Chiroyliligini bilan olma qovoq. Hozirga yetishdi. Odamlarga shu yordam berib, motivatsiya berib, prezidentimiz orqalarida dalda bo'lib yurish. Bu eng ulug' baxt shu.